17 noyabr Xalqaro talabalar kuni. Shu munosabat bilan Zakovat arenada O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi tashabbusi bilan Ittifoq Quiz intellektual o'yini tashkil etildi. Unda yoshlar nafaqat bilimini, balki tezkor fikrlash, jamoa bo'lib ishlash kabi qobiliyatlarni namoyish qildi. Jarayonlardan batafsil muxbirimiz xabar qiladi. 90 dan ortiq oliy ta'lim muassasalaridan 350 nafar talabalar bugun bir manzilda. Ularni birlashtirgan loyiha esa Ittifoq Quiz musobaqasi. Bugun ular mantiqiy fikrlash, tezkor tahlil, tarix, madaniyat, texnologiya, adabiyot va zamonaviy fanlar bo'yicha bilimlarni sinovdan o'tkazishdi. Savollar unchalik qiyinchilik tug'dirmayapti, hammasi a'lo darajada. Hozir o'zimizda yoshimizga mos bo'lgan savollar tushyapti. Juda ham kreativ savollar. Ikkinchi raund qiyinchilik tug'dirdi, sababi mantiqqa tayanish kerak ekan. Biz esa boshqa javoblarni berib qo'ydik, lekin qolgan hammasi zo'r bo'ldi. Biz uchun qiyin. Bizda san'at-ku, faqat san'at bo'yicha. Mana oxirgi savollar ayniqsa yoqdi, lekin bizga san'at, muzika bo'lgani uchun bizga to'g'ri keldi. Topishga ham harakat qilyapmiz. Qiyinlik ba'zi bir savollar tug'diryapti, lekin jamoani shunaqa tuzganmizki, har bir sohadan bir shingil bor, shuning uchun hozircha qiynalmayapmiz. Savollarga javob berish jarayonida ishtirokchilar haqiqiy emotsiya, tafakkur kuchi va zamonaviy birdamlik muhitini yaratishdi. Bu intellektual o'yinni aynan Xalqaro talabalar kuni munosabati bilan tashkil etilayotgani bu bir talabalarga bayram va bayram shukuhini beryapti, emotsiyalarga va katta bir atmosferaga boy tarzda o'tmoqda deb mubolag'a bo'lmaydi aytsak. Ittifoq Quiz intellektual o'yinining yakuniy natijalariga ko'ra, birinchi o'rinni Sharqshunoslik universitetining Kriptonit jamoasi, ikkinchi o'rinni esa Iqtisodiyot universitetining Yanchar jamoasi, uchinchi o'rinni ham Iqtisodiyot universitetining Kardinal jamoasi qo'lga kiritdi. G'olib bo'lgan jamoalarga va tanlovda faol qatnashgan ishtirokchilarga O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashining diplom, kubok va esdalik sovg'alari topshirildi. Zarnigor Tolipova, Oxunjon Normurodov, Abdurahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.